Men erimni sevaman, chindan ham sevaman. Anvar mening hayotimdagi eng ishonchli, eng sodiq va eng mehribon inson. U bilan 10 yildan beri birgamiz. 2 ajoyib farzandimiz bor. Bizning uyimiz bor, hamma havas qiladigan oilamiz bor. Tashqaridan qaraganda hammasi mukammal, ideal. Lekin har tun boshimni yostiqqa qo'yganimda, ba'zan Anvarning pishillab uxlayotganini eshitib yotganimda, meni bir xotira ta'qib qiladi. Bu xotira 10 yildan oshdiki, mening bir qismimga aylanib qolgan. U xuddi tanamdagi doimiy, lekin o'g'rig'i o'tib ketmaydigan chandiqqa o'xshaydi. Bu mening sirim, mening gunohim va mening eng katta muhabbatim. To'yimdan bir necha kun oldin men Anvarga xiyonat qilganman, o'z akam bilan. Buni tushunish qiyin, bilaman. Hatto jirkanchli eshitiladi. Agar kimdir menga shunday hikoyani aytib berganida, men ham uni hukm qilgan, undan nafratlangan bo'lardim. Lekin hayot qora va oq rangdan iborat emas ekan. Unda shunaqangi ranglar borki, ularni nomlashning ham iloji yo'q. Mening akam Sanjar bilan o'rtamizdagi munosabat hech qachon oddiy aka-singil munosabati bo'lmagan. Biz bir-birimizga shunchaki qarindosh emasdik. Biz bir butunning 2 yarmi edik. Hammasi bolalikdan boshlangan. Ota-onamiz ish bilan juda band bo'lishardi. Sanjar mendan 5 yosh katta. Men uchun u shunchaki aka emas, ota ham, ona ham, eng yaqin do'st ham edi. Esimda, kichkinaligimda yiqilib tizzamni shilib olganimda, onamga chopish o'rniga Sanjarning oldiga yig'lab borardim. U meni ovutar, yaramga dori surtib qo'yardi. Kechalari momaqaldiroq bo'lganda, qo'rquvdan uning karavotiga kirib olardim. U meni quchoqlab, hammasi yaxshi bo'lishini, u meni hech kimga xafa qildirib qo'ymasligini aytardi. Uning bag'rida o'zimni dunyodagi eng xavfsiz joyda his qilardim. Uning hidi, ter va bolalar sovunining aralashmasi men uchun xotirjamlik timsoli edi. Biz birga katta bo'ldik. Maktabda meni kimdir xafa qilsa, Sanjar paydo bo'lib meni himoya qilardi. U menga velosiped uchishni, daraxtga chiqishni o'rgatgan. Darslarimni tayyorlashga yordam berardi. Mening barcha sirlarim unga ayon edi. Uning sirlari esa menga. Biz soatlab gaplashib o'tirishimiz mumkin edi. Hamma narsa haqida va hech narsa haqida. U mening fikrlarimni gapirmasimdan oldin o'qiy olardi. Men esa uning kayfiyatini bir qarashda sezardim. Oramizda so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydigan bir rishta bor edi. Boshqalar uchun biz shunchaki ahil aka-singil edik. Lekin ichkarida, qalbimizning tub-tubida bu undan ham chuqurroq edi. Buni o'zimiz ham anglamasdik yoki anglashni istamasdik. O'smirlik davrimda yigitlar bilan uchrasha boshladim. Lekin hech biri bilan munosabatim uzoqqa bormasdi. Chunki men ularning hech biridan Sanjardan topgan o'sha tushunishni, o'sha himoyani, o'sha yaqinlikni topa olmasdim. Har bir yigitni ongsiz ravishda u bilan solishtirardim va ularning hammasi yutqazardi. Sanjar ham qizlar bilan uchrashardi, lekin u ham jiddiy munosabat qurmasdi. Ba'zida uning qizlaridan uni rashk qilardim, lekin buni singilning rashqi deb o'ylardim. Endi o'ylasam, bu boshqa narsa edi. Bu egalik hissi edi. Keyin hayotimda Anvar paydo bo'ldi. U yaxshi inson edi. Og'ir bosiq, aqlli, kelajagi porloq. Ota-onamga ham u juda yoqdi. U menga chiroyli gapirar, go'llar sovg'a qilar. Qimmat restoranlarga olib borardi. U bilan o'zimni malikadek his qilardim. Men unga turmushga chiqishga rozi bo'ldim. Chunki bu to'g'ri qaror edi. Hamma shuni kutgandi. Men o'zimni shunga ishontirdimki,
Baxtli bo'lish uchun shu kerak. Muhabbat vaqt o'tishi bilan keladi. Eng asosiysi hurmat va ishonch deb o'ylardim. To'yga tayyorgarlik boshlandi. Ko'ylak tanlab